Doimiy hamrohimiz Farg'ona shahrida faoliyat olib boruvchi professional advokat Muzaffarjon Turdumatov. Studiyamizda xush ko'rdik. Assalomu alaykum, xushvaqt bo'ling. Qadrli teletomoshabinlar, huquqiy masalalarda o'zingizni qiynab kelayotgan savollar bo'lsa, biz mana shunaqangi murodbaxsh, nurli kunlarda javob berishga harakat qilamiz. Ekranda raqamlar ko'rinishni boshlagan, imkon boricha mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishni so'rab qolamiz va undan tashqari bizning Telegram kanalimizga yozma tarzda savolingizni ham yuborish imkoniyatiga egasiz. Muzaffar aka, yurtdoshlarimiz bizga qo'ng'iroq qilishlaridan oldin meni maxsus savolim bor. Bilamizki, subsidiya berish, ya'ni uy olish bo'yicha subsidiyalar turi ko'p o'zi. Shaxsan o'zim yaqindagina uy olish uchun subsidiyaga ariza topshirdim, onlayn shaklda albatta. O'tgan mavsumdagiga qaraganda bu mavsumda bu qonunchilikda yangiliklar